Ziyrak tizgindarlar va ularning alohidaligi. Boshqalar tarafidan tizginlanish boshqalarning ta'siriga uchrashga o'xshamaydigan bo'lib, ziyrak tizgindarlar tizginlanguchilarga tanlash fursati bermaydi. Astirtdan ularni kontrol qilib, tizginlanguchilarga o'zlari qilayotgan ishlarni o'zining tanlashidek his qildiradi. IQ'si, ya'ni aql bo'linmasi yuqori ziyrak tizgindarlar u jihatda ajoyib hiylagar bo'lib, ular qarshi taraf anglashni yoki ko'rishni xohlaydigan so'z harakatlarni yaxshi biladi. Ular hatto qarshi tarafga ularning qo'llanilayotgan bir pichka ekanligini faqat his qildirmayla, butun o'yinni odamni qoyil qilarlik darajada yaxshi o'ynaydi. Birinchi, ular hamisha boshqalardan bir qadam oldida turadi. Boshqalarni kontrol qilishda vaziyatni oldin mo'ljallash va ahvolni atrofliq tushunish halqali rol o'ynaydigan bo'lib, IQ'si yuqori ziyrak tizgindarlar uningga nihoyat usta. Ikkinchi, ular boshqalarni o'zining realligidan gumon qildira oladi. IQ'si yuqori ziyrak tizgindarlar shunday hikoya qo'ydiki, ularning hikoyasini anglaganlar dastivida bu rostla bo'lgan ishmi deb o'ylab qoladi va o'zi bilgan reallikdan hatto o'zidanmi gumonlanishga boshlaydi. Uchinchi, ular boshqalarning ojizligini ularning o'ziga qarshi ishlatadi. IQ'si yuqori ziyrak tizgindarlar boshqalarning ortiqchiligini bilib qolmasdan, balki ularning ojizligini nihoyat obdan biladi. Ular boshqalarning ortiqchiligidan foydalanish uchun ularning ojizligini shularning o'ziga qarshi qo'llanadi. To'rtinchi, ular ajoyib jalbkor bo'lib, boshqalarni osonlikcha jalb qila oladi. IQ'si yuqori ziyrak tizgindarlar kimga illiq tabassum qilishni va tatliq so'zlar bilan kimlarning ko'nglini xush qilib, ularni o'ziga jalb qilishni obdan biladi. Ular hamisha jalbkorlikni aldamchilik quroli qilib ishlatadi. 5. Ular ziyonkashlikka uchirg'uchi o'yinini yuqori saviyada yaxshi o'ynaydi. IQ'si yuqori ziyrak tizgindarlar ziyonkashlikka uchirg'uchi o'yinini nihoyat yuqori saviyada yaxshi o'ynag'achqa, boshqalar ularga osonla aldinadi, ularni oson farq etolmaydi va farq etgan taqdirdami boshqalarning ayblashiga uchrashdan andisha qilib ovozini chiqarmaydi. Bu ularning boshqalarning yestashligini qo'zg'ab, boshqalarni muvaffaqiyatli holda tizginlashida bak muhim rol o'ynaydi. 6. Ular o'zligidan boshqalarga maslahatlarni berib, ularning hojatidan chiqishga va ularni ta'sirlantirishga usta bo'ladi. IQ'si yuqori ziyrak tizgindarlar atrofidagilarni kuzatishga usta bo'lib, ikkilanib yoki orasalda bo'lib qolganlarga o'zligidan yaqinlashib, so'g'uqda o'tin bergichining rolini o'ynab, ularga maslahat berib, ularning ko'nglini tutadi. 7. Ular boshqalarni gunohkor yoki o'zlariga qarzdor his qildirishning mutaxassisi. IQ'si yuqori ziyrak tizgindarlar qanday qilib boshqalarni gunohkor yoki o'zlariga qarzdor his qildirish va uni qo'ral sifatida ishlatish yo'lini bak yaxshi biladi. Ular boshqalar qiyinchilikka duch kelganda yoki hatto o'zlari boshqalarga qiyinchilik tug'dirib, ondan xuddi o'zlarini Alloh avatganda qiyofatda ularga yordam qo'lini sunadi. Qarish tarafning ko'nglini tutadi. Hatto qarish tarafni gunohkor yoki o'zlariga bir umr qarzdor his qildiradi va shu orqali ularni tizginlash maqsadiga yetadi. Chunki gunohkorlik yoki qarzdor bo'lish his tuyg'usi kuchli bir his tuyg'u bo'lib, tizgindarlar uni qanday qo'llanishni yaxshi biladi. 8. Ular xatoligini asosan e'tirof qilmaydi yoki nihoyat oz e'tirof qiladi. IQ'si yuqori ziyrak tizgindarlarni tonishga munosabatlik eng halqaliq alohidaligi shuki, ular xatoligini asosan e'tirof qilmaydiganlar yoki nihoyat oz e'tirof qiladiganlardir. Ularning xatolikni yoki aybni boshqalarga do'ngash va mas'uliyat va javobgarlikdan qochish iqtidori nihoyat yuqori bo'lib, boshqalar osonlikcha ulardan qusur topolmaydi.